Assalomu alaykum. 1.6 16 klapen Ikatik motor 100 soat kuchiga ega. Mashina stansiyasi videoda ko'rganingizdek balon, ikkita oldidagi balon yangi deyarli. Stansiyani salon konditsioneri bor. Pechka hammasi ishlaydi pechkada. Pechka ishlaydi. Texas motori bor, 1 yillik. Utilizatsiya qilingan. Mana pravega. Mexanika. Magnitofon ishlaydi. Magnitorlasi original. O'ziniki emas, lekin kitevskiy emas-da bu. Orqa stansiyasi mana. Задний вид kamera bor. Okay. Keyin ikkita zapas kirishi bor. Keyin zavodskiy. Oldida kapotda lak ko'chgan joyi bor. Bu kraska emas, lak. Lak ko'chgan joyi bor oftobda. Endi motor qismi hali zavod qilib ko'ramiz. Stansiyasi, chashkalarning stansiyasi, motor ishlash stansiyasi. Motor ishlash stansiyasini ko'ramiz. Mashin haqida ma'lumot to'liq kerak bo'lsa, WhatsApp nomeriga zvon qilsangiz yana beraman. Qisqacha aytib o'taman. Motor zavodskiy hammasi motordiki, klapan urilmaydigan klapan, mana remen uzilsa ham urilmaydigan qo'yilgan klapanlar. Masla yaqinda almashtirilgan. Farlar mana hammasi ishlaydi. Svetlar legoropkasi ham ishlaydi hatto. Bu o'zining originali. O'zining zavodskiyda, agar zavodskiy bo'lmasa otoqda tezroq sarg'ayib qoladi. Пьяный котом без души. Хотя бы напиши мокрым асфальтом, скрипом шин. Мы друг от друга все спешим. Хочешь, просто расскажи, как самое, чего болит. Пока я ставлю в своем доме твои треки на репит. Мне грустно от того, что все в тебе не видят сути. Бог рассудит, посмотри, сколько вокруг разбитых судеб. Ты будешь тем, кто все поймет, и меня не осудит. А я буду той, кто тебя просто любит. Снова от чужих сообщений, мне ни жарко, ни холодно. Я тебя ищу в недоступных на другом конце провода. Чтоб к тебе приехать не нужно ни мотива, ни повода. Даже если ты будешь ждать на другом конце города. А я озорной гуляка, и мне все до фени. Но живу в любви к животным, к людям и растениям. Я как Есенин кочую в мире потрясений, утопая в воспоминаниях моих творений. Я люблю тебя, но не встану на...